Allohning izni bilan Rim kolonnalarimizni qo'yib oldik. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Alhamdulillah. Mana fasodni zinapoyamizni ham boshlab oldik. 4 ta Rim kolonnamiz bor. Tagi qismi to'rt burchak bo'lganda, tepasida dumaloq shaklda chiqqan, tepasida esa mana bu gullari bor. Ko'rib turganingizdek. Endi fasodni zinapoyamizni boshladik. Bu yon qismi to'siladi. Bu yer oysimon bo'ladi ozgina, plashatka. O'rtasida esa zinapoya bo'ladi. Zinapoyaning yarmi ichkariga kiradi, yarmi tashqariga chiqib turadi. Kimga shunga o'xshash Rim kolonna ustunlari, xizmatlari kerak bo'lsa, opsiya telefon nomerimiz turibdi. Unga bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh zinapoyalarni ham Alloh xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta-bittalik ustalarimizni mehnatlariga like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Ustamiz Abduqahhor. Zinapoyamiz esa o'zi buzilish arafasi jarayonida hozir buzilyapti. Sababi planimiz o'zgarib qoldi. Men bu shogird Mahmudjon.